Amerikaga viza tayyor. Chipil travel ofisiga xush kelibsiz. Opani ko'ylagini taydan ko'rgan odam yakka o'zim bo'laman. Aka 100% Amerikaga viza chiqadimi? Ishoning, menga ming. Mister Otabek ham Amerikada katta xolasining uyida yurganda yuribdi. Akaga ham o'zim qilib berganman vizani. Yusufxonga ham qilib berganman. Amerikada hammaga o'zim qilib berganman. Qanaqa qilib ketamiz aka? Qo'yag'i eshiting, Meksika orqali ketasiz. Birinchi bo'lib timsohlar orasidan o'tasiz. Timsohning og'zidan kirasiz, endi bilmadim qaydan chiqasiz. Keyin sherlar to'dasidan o'tasiz va Meksika chegarasida qamoqqa tushasiz. 40 yildan keyin Welcome to America. Xavfli emasmi? Ne xurmo somsa yissimi? Alo. Timsoh yeb ketibdi. Bo'l, peshinga chiqaramiz. Umuman xavfli emas. Aka boshqa yo'li yo'qmi? Sochim choqlab ketibdi. Bor, Western Uniondan 5% qilib bo'lib jo'natamiz. Bo'lmaydi. Oxirgi 5% o'tmasa, keyin yuraman 5% ga Amerikaga bo'lib. Ko'chada ham ofis qilasanmi, mashinik. Arajoy bola. Amerikaga viza kerakmi? Aka ishonchlimish qilib. Yes, of course. Butun Samarqandliklarga o'zim viza qilib berganman. Donald Trampga ham o'zim viza qilib berganman. Tramp amerikalik-ku. Urgitsan-ku, bratishka. Nima aka? Bu green card yutgan qizlar spiskasi. Green card yutganini ular o'zi ham bilmaydi. Mana shular ichidan любой bittasini tanlaysan, shu uyiga borasan, oshiq roliga solasan, o'zingda sovchilar jo'nataverasan. Ana ular qaylar? Ana qizga uylanasan, ana qiz to'ykini meni green carddan bor sen. Voy, rostdan o'zing ichingga so'q hayron qolib, ertasi kuni birga chiqib ketaverasan. Masala hal. Bo'lmaydi, keyin nima Amerikaga borib ajrashib ketamanmi? Yaxshi ko'rmayman. Nima bo'lmaydi, sendan kattalar shu yo'lda qilgan, ey! Shoshilda ish bor ekanmi? Bugun bo'shagan ishim-ku. Aeroportdaman. Hozir uchib ketardim. Prosta viza o'xshamayapti-da. Jahongir, siz mashhur odamsiz, hamma taniydi. Siz pasportga kirib ko'rishga harakat qildingizmi? Sizga shundoq ham viza beradi. Yo'q, bo'lmasa shunaqa qilaman. Ish qilib o'zi meni kutishyapti bu yoqda. Sizni rosa so'rashyapti. Kelasizmi ochilishga deb. Adresimiz 3003 Avenue, Brooklyn, New York. O'zimizni milliy brend pizzamiz, ya'ni shu xuddi O'zbekistondagi mazali, halol bo'lgani uchun juda ham ko'p o'zbeklarimiz kelishyapti. Hamma xursand. Jurasa ham поддержка qilishyapti. Vizaga tezroq kirib, tezroq shoshiling kelishga. Yo'q, bo'lmasa vizani olaman, tez kunda Amerikada katta ochilish qilamiz. O'zimizni milliy brendni qo'llab-quvvatlash vaqti keldi do'stlar. Bu milliy brendimizni butun dunyoga tanitish meni bitta o'zimning qo'limdan kelmaydi. Birgalikda harakat qilishimiz kerak. Shuning uchun mana shu videoga like bosib, videoni Amerikadagi do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar va kommentariyaga O'zbek Silo deb qo'yinglar. Chunki Sarvola pizza Amerikada. Ukajon, shunday Amerikaga tushasan, ajrashib ketaverasan. Hop, uka timsoh ishlaydigan bo'lsa qo'yag'i surib. O'zbek